Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz obunachilariga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Videoni boshini aytib o'taman. Layklaringizni ayamay 88 ming dollarga silov uchun shu xonadonimizni bugun to'liq obzorini qilamiz. Lokatsiyalari oxirida bo'ladi. 3 xonali xonadonimiz bor. Hali hech kim istiqomat qilmagan, mebel, texnika barchasi bor, kirib yashash uchun tayyor. Endi asosiy eshikdan kiradigan bo'lsak, xonadonimizga bizning bitta umumiy yuvinish xonasi bor-da, ko'rayotganingizdek kattagina, kengina. Yangi remontlardan chiqqan, hali hech kim istiqomat qilmagan oynalariga qaranglar, mebellari bu yoqda ham oynalar. Xonadonimizdan yanada ko'rkam qilib turibdi, oppoqqina. Voy. Videoga like bosmadingizmi? Like bosib qo'ying. Har doim shunaqa xonadonlarni qo'ldan boy bermaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, yaqin tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Kalidorimiz bo'lishadigan bo'lsa, ota-ona uchun mo'ljallangan oynalari tashqariga qaragan ekan. Qaranglar, mana garderobnilar juda ham chiroyli, dekorativniy, avtorskiy remont. Endi bu bizning umumiy bitta zalimiz bor-da, mehmonxonamizda konditsionerlari barchasi qo'yilgan. Endi bu sizning farzandlaringiz uchun mo'ljallangan xonamiz bo'ladi. Ko'rayotganingizdek, bu yo'q ham juda ham shinam, chiroyli qilib qo'yilgan. Hech qanaqa ortiqcha narsamiz yo'q. Mana bu oynalarga alohida e'tibor beringlar. Juda ham zo'r bo'ldi. Endi bu bizning oshxonamiz bor-da. Oshxonani ham ko'rayotganingizdek gaz plita, bu yoqda dimoxod, idish tovolarga joy, bu yoqda kirmoqchi. Voy, hamma narsa bor ekan. Xonadonimizda oynalarni qaranglar. 3-qavatda joylashgan xonadonimizda oynalar 2 yoqqa qaragan, detskiy plashatka, bog'cha, maktab, magazin, bozor, hamma narsa yaqin. Konditsionerlari ham bor ekan. Voy. Xonadonimiz yoqqan bo'lsa, xonadonimizni 56 kvadrat deyilyapti. Kadastrlarda hech qanaqa muammolar yo'q. 3-qavatda joylashgan. Arendga keladigan bo'lsa, Chilonzor 6-kvartal, Parusur ro'parasidagi